xotinjon, bu xotinjon. Ha. O'zim bugun sizga choy quyib beraman, dadajonisi. Bering. Qarindoshlarimiz o'ldimi? Ha, yo'q, ey. Haligi dadasi 8-mart yaqinlashyapti. Shunga o'rtog'im Turkiyadan tovar olib kelibdi. Menga chiroyli kofta olib berasiz-a? Biz desantni shturmovoy batalyonda xizmat qilganmiz-da, qara. Hozir akopdan "Rota!" deb baqirganda, ana, muzgan. Yig'ishtiring. Jim. Nima sindirsangchi? Jim. Men tushunmayman-da, balki mana Abdug'ani akani qizi, to'g'rimi? Kim? Gulabcha. Ha? Mana Abdug'ani akani qizi Gulabcha, partizanni birinchi xotini, to'g'rimi? Partizanni birinchi xotini anaqa solam aytdik, janjal bo'ldi-ku, tutayda qurt sotadigan xilolapa. Daskanalni tutdi. Mana tutayda qurt sotadigan xilolapa bor-ku. Xilolapa o'zi maktabda partizan bilan birga o'qigan. Orada Otmashina bo'lganmi? Otmashina bo'lgan. Paytda ana yesir paytlarida ona sinfgacha o'qardi, bilasanmi? Yo'q, hop, daskanalni. Qurtchi xilolapa bor-ku. Buralmi ishlamayapti. Ha, ertaga ona Bering. tuzatib berdi, tuzatib. Joyiga qo'ying, tezda bering. Yo, tuzatib qo'y. Bering dedim sizga. Tuzatib qo'yadi, men aytaman. Bir pastda tuzatib qo'yadi ona. Sen narsa tushunmayapsan-da, mana hop xilolapa deyapsan, u deyapsan. Partizan birinchi xotinini ayt, menga daskanalni tushuntirmaysan senga. Ha, men senga shuni podrobni tushuntiryapman. Tushunmayapsan-da, boya tamirni deb. Mana eshitdin mana, ana qurtchi xilolapani Toshkentga ketgan o'g'li bor. Xo'sh. Ana shu ketgan o'g'li partizan bilan xilolani o'g'li bo'ladi. Tushundingmi? Bu hozir xiloladan ham o'g'li bor buni. Ha, men uni qayoqdan bilganman, bilasanmi? Ha. Men qayoqdan bilganman, Mana bilasanmi? endi daskanalni aytdim. Ha, podrobni tushuntiryapman-ku men senga. Ayt. Mana men ana bolani otini ham bilaman-da, men oti ixtiyormidi, baxtiyormi shunaqa edi. Men metrkasini. Ha? Damasayda yurgan bolam. Ha, men uni onasini ko'rganman, Bu metrkasini. partizanning ikkinchi xotinida. Uzr. Birinchisi o'zi u bo'ladi, tushundingmi? Qarang, ana u nima bor? Partizan o'zi bunday surishtirsam o'zi 5 marta uylangan. Hozirgisi o'sha 6-chi Rossiyada hayoti. uylanganmi? Rossiyada 2 o'g'ri uylangan u. Tushundingmi? Rossiyada 2 o'g'li ham bor. Ha, hozir menga daskanalni aytsan tushunmayapman. Men senga podrobni tushuntirib berdim-ku, Rossiyada uni Sashka bilan Pashka degan o'g'li ham bor. Ha, 8-mart bu ayollarning bayrami. Kim deyapman sizga? Lekin bitta gapni aytib qo'y, bu gaplar oramizda qolsin, hech kim eshitmasin. Partizan xotinidan yomon qo'rqadi, bilasanmi? Bilaman. Agar sen bilan meni o'ldiradi partizan men o'zim ko'rim sog'dan bizni kim uni yaxshi ko'radi, shuncha. Men bilmayman nima qilib bu ayollar o'ziga ana qilib nima qiladi, o'ziga qaratadi. Lekin bitta gap aytib, shu partizanni men bir tinga olmayman. Odamgarchiligi ham yo'q inson sifatida bilaman. O'chira olsin. ekanmiz. G'ayrat aka! Chaqirdingizmi asalim? Xotin bo'l. O'ldiraman. Voy! Qo'yapsiz. Qayerga qo'chyapsiz? Shoshmang. O'ldiraman sizni. Xotin bo'l, qayerga ketyapsiz? Azil biz sizlar bilan xayrlashamiz. Sizlar uchun Oxinjon Madaliyev ijrosida Ketaman bu yerdan bosh olib taronasi. Marhamat. Partizan. Ketaman bu yerdan bosh